Onasini sotmoqchi bo'lgan yigit. Hayotiy voqealar asosida hikoya qilinadi. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, ibratli hikoyalardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun esa videoga like bosishni unutmang. Sanobar turmushning go'zal va baxtli kunlarini uzoq his qilmadi. To'ylaridan bir yil o'tib o'tmay, hali dunyoga kelgan mitti go'dagi Umidjon tili chiqib chiqarmay kutilmagan baxtsiz hodisa yuz berdi. Eri Obidjon avtohalokatda fojiali halok bo'ldi. Shundoq ham bir dona qiz bo'lgan Sanobar dunyosini zulmat qoplagandek yolg'iz ota uyiga ko'zda yoshi bilan farzandini olib keldi. Umidjon otasiz o'sayotgani uchunmi yo tabiati shunaqami, o'ta sho'x, to'polonchi bo'lib ulg'aydi. Har kuni mahallada kim bilandir urushar, qo'ni-qo'shnilar Sanobarning eshigi tagiga ta'na dashnom bilan kelishar edi. Bolangizga tarbiya bersangiz bo'lmaydimi? Otasiz o'sayotgani shundoq xarakteridan ma'lum, degan gaplar Sanobarning yuragiga pichoqdek sanchilar edi. Sanobar yig'lardi, bosh egardi, lekin bolasini hech qachon qarg'amasdi. Har kecha Umidjon uxlab qolgach, uning boshida tonggacha duo qilib chiqardi. Allohim, bolamni yomonlarning ko'zidan asra, unga hidoyat ber, u elga, yurtga, o'zimga, hammaga foydasi tegadigan ilmli inson bo'lsin. Yillar o'tdi. Onaning tunlari qilgan duolari ijobat bo'ldi. Umidjon ulg'aygani sari o'zgardi. Sho'xliklarni tashlab kitobga mehr qo'ydi. Oliy dargohni bitirib nufuzli bir tashkilotda muhandis bo'lib ishlay boshladi. U endi mahallaning eng badavlat va eng obro'li yigiti edi. Kunlardan bir kun Umidjon shaharlik badavlat va nufuzli oilaning qizi Munisani sevib qoldi. Munisa go'zal edi, lekin uning qalbida kibr, mol dunyoga o'chligi borligini Umidjon muhabbat ko'zlari ko'r qilganligi sababli ko'ra olmadi. 2 yoshni unashtirishdi. To'y kuni belgilandi. Shaharning eng muhtasham va dabdabali to'yxonalaridan biri tanlandi. To'yga shaharning man degan zodagonlari, amaldorlari va Munisaning eng badavlat dugonalari tashrif buyurdi. To'yxona chiroqlari yog'dusida musiqa sadosi avjida edi. Sanobar o'g'lining baxtini ko'rib, shodlikdan ko'zlariga yosh keldi. U ne qiyinchiliklar bilan yarim qorni och, yarim qorni to'q bo'lib o'stirgan yolg'izining to'yida yuragidagi bor quvonchini raqsga ko'chirib, davra markazida o'ynardi. Uning egnida oddiy milliy atlas ko'ylakdan bo'lib, yuzlari onalik baxtidan munavvar edi. Buni kuzatib turgan kelini Munisa chehrasini burishtirdi. Dugonalarning pichirlashlarini va kurishlarini ko'rib g'azablandi. U kuyov o'rindig'ida o'tirgan Umidjonning qulog'iga kinoya bilan chivirladi. "Anavi onangizga ayting, davradan chiqsin, bunchalik ko'p o'ynamasin. Meni kazo tanishlarim, boy dugonalarim oldida sharmanda qilmasin. O'zini tutishni bilmas ekan." Umidjon o'rnidan sapchib turdi. To'yxona markaziga, onasining yoniga shaxdam qadamlar bilan yetib keldi. Musiqachilarning yoniga borib mikrofonni qo'liga oldi va baqirdi: "Musiqani o'chiringlar." To'yxonaga sukunat cho'kdi. Hamma hayron bo'lib kuyovga qaradi. Umidjon onasini qo'lidan ushladi va bor ovozi bilan to'yxonaga qarata baqirdi: "Ey odamlar, eshitinglar. Men bugun onamni sotmoqchiman. Onam kimga kerak? Uni necha pulga sotib olasizlar?" Zalga muzdek sovuqlik yugurdi. Mehmonlar bir-biriga qarab yoqasini ushladi. Munisa esa ichidan xursand bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, endi onasi bizning hayotimizga aralashmaydi, deb kibr bilan jilmaydi. Umidjon esa o'z-o'zidan davom etib, yana ham balandroq ovozda baqirdi: "Eshitmadingizlarmi? Men onamni sotmoqchiman. Onam kimga kerak?" Hech kimdan sado chiqmadi. Sanobarning ko'zlaridan yosh oqar edi. U o'g'lining nega bunday qilayotganini tushunmay titrabgina turardi. Shunda Umidjon onasini bag'riga mahkam bosdi va ko'zlaridan oqqan yoshlarini yashirmay ovozi titrab davom ettirdi: "Yo'q, hech kim ola olmaydi. Chunki onamning bahosi yo'q. Bu dunyodagi bor boylik yig'ilsa ham onamning bitta soch tolasiga arzimaydi. Bu ayol meni otasiz, yetimlikda odamlarning ta'na dashnomlari ostida ko'z yoshi to'kib katta qildi. O'zi yemay yedirdi, kiymay kiydirdi. Kechalari tonggacha boshimda duo qilib meni olim qildi, odam qildi. Faqat onam menga kerak. Mening jannatim onam", dedi.
Umidjon ko'zidagi yoshlarni artib ortiga o'girildi va to'g'rida ranglari o'chib o'tirgan Munisaga qaradi va uning boyvachcha ota-onasiga qarab dedi: "Sen va sening boyliklaring onamning bitta kulgusiga ham arzimaydi. Bu to'y bo'lmaydi. Sen bizning oilaga, mening pokiza onamga munosib emassan." Umidjon egnidagi kuyovlik kostyumini yechib yerga uloqtirdi. Onasini qo'lidan mahkam tutib, hayrat va shokda qolgan to'yxona ahlini ortda qoldirib to'yxonadan chiqib ketdi.